Suv sayyoramizdagi eng qimmatbaho resurslardan biridir. U nafaqat inson hayotini saqlash, balki sog'liq saqlash, ijtimoiy rivojlanish va ekologik barqarorlik uchun ham zarurdir. Afsuski, butun dunyoda millionlab odamlar hanuzgacha xavfsiz ichimlik suvi va sifatli sanitariya sharoitlariga ega emas. Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish 6-maqsadida barcha uchun toza suv va sanitariya sharoitlariga kirishni ta'minlash, suv resurslaridan oqilona foydalanish va suv ekotizimining himoya qilishga qaratilgan. Termiz iqtisodiyot va servis universiteti SDGning 6-maqsadini amaliyotda faol amalga oshirib, talabalar va xodimlar uchun qulay va xavfsiz sharoitlar yaratmoqda. Universitetning asosiy binosi 7 qavatdan iborat va har bir qavatda erkaklar va ayollar uchun alohida hojatxonalar mavjud. Bu barcha tashrif buyuruvchilar uchun gigiyena va qulaylikni ta'minlaydi. Shuningdek, har bir qavatda axlat qutilari joylashtirilgan bo'lib, bu tartib va tozalikka saqlashga, shuningdek, talabalar va professor o'qituvchilar o'rtasida ekologik mas'uliyat madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Toza ichimlik suvi bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratilgan. Universitetning har bir kafedrasi va ma'muriyat bo'limlarida tozalangan ichimlik suvi bilan jihozlangan kullerlar bilan ta'minlangan. Bu talabalar va xodimlarga har doim xavfsiz suvdan foydalanish imkoniyatini beradi. Bu, shuningdek, suvni oqilona ishlatish va sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Universitet hududini obodonlashtirishga ham katta e'tibor qaratilgan. Bino orqa tomonida chekish uchun alohida joylar mavjud bo'lib, ular o'quv va ish joylaridan ajratilgan. Binoning oldi qismida esa daraxtlar, gullar va bezakli o'simliklar ekilgan. Bu estetik jihatdan yoqimli, ekologik toza muhitni yaratadi. Mikroiqlimni yaxshilaydi va talabalar hamda xodimlarga atrof muhitni mas'uliyat hissini shakllantiradi. Infratuzilmadan tashqari universitet ta'lim va ilmiy tadqiqot faoliyatlarini ham faol rivojlantirmoqda. Ta'lim dasturlarida talabalar suv resurslaridan oqilona foydalanish, ekologiya va barqaror rivojlanish masalalarini o'rganadilar. Tabiiy fanlar kafedrasi suvni tozalash, suv resurslarini tejash va innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar, seminarlar va amaliy mashg'ulotlar tashkil qiladi. Talaba va professor o'qituvchilar tomonidan mahalliy xizmatlar va korxonalar bilan hamkorlikda ijtimoiy loyihalarda ishtirok etadilar. Bunday tashabbuslar orasida suvni qayta ishlash tizimlarini yaratish, oqova suvlarni tozalash va suvni sifatli monitoring qilish mavjud. Ushbu loyihalar suvdan foydalanishni yaxshilash, suv sarfini kamaytirish va atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha amaliy yechimlar topishga yordam beradi. Shuningdek, universitet mahalliy aholiga mo'ljallangan ko'ngillik va targ'ibot tadbirlarini ham o'tkazadi. Talabalar ekologik hafta oxiri ishlari, o'quv seminarlar va maktab o'quvchilari uchun tashabbuslarda ishtirok etadilar. Suvning ahamiyati, tejash usullari va xavfsiz foydalanish haqida tushunchalar beradilar. Bu ekologik madaniyatni shakllantirish va jamiyatni barqaror rivojlantirish masalalariga jalb qilishga xizmat qiladi. Shunday qilib, Termiz iqtisodiyot va servis universiteti nafaqat kampus hududida toza suv va zamonaviy sanitariya sharoitlarini ta'minlaydi, balki ekologik mas'uliyatni rivojlantiradi. Suvdan foydalanish bo'yicha ilmiy tadqiqot va innovatsion yechimlarni ishlab chiqadi. Universitet talabalar va xodimlarga suvni eng qimmatbaho resurs sifatida qadrlash hissini shakllantirib, SDGning 6-maqsadlariga erishishga munosib hissa qo'shadi. Jamiyatning uzoq muddatli farovonligi va ekologik muvozanatni ta'minlaydi.